Xo'sh, Samasval minadigan shopir akalar, kuzov zapchastlarini sizlarga obzorni qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, tomlardan olib kelib qo'yganmiz. Xo'sh, Samasvallar shopir akalar original. Qaranglar buni dang'illashini. Eng qizig'i mana tomda ichki apshikasini olib kelib qo'yganmiz shopir akalar. Bundan ham katta assortimentda bor. Mana bu tomonda ko'rishlaringiz mumkin, stoykalardan olib kelib qo'yganmiz. O'ng hamda chap tomonlaridan. Bu korobkaning orqasida nima bor deb o'ylaysizlar? Yangi kelinchiga o'xshab turgan mana eshik bor shopir akalar. Ko'ryapsizlarmi? Buni eshikni ham o'ng chapidan olib kelib qo'yganmiz. Bu tomonda ko'rishlaringiz mumkin, buferdan olib kelib qo'yganmiz shopir akalar. Bunday originallardan, temirli, qalin. Mana bufer setkasini sizlarga mayli, bufer olsangiz setkasini bonusga qo'shib beramiz shopir akalar. Bu tomonda mana qoshini olib kelib qo'yganmiz. Ko'ringlar, qoshni qalinidan qoshi ham. Buni ham ikki xilidan bor. Sal yupqaroq varianti bor, qalin variantini olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, kapotni qoshini o'ng chapidan olib kelib qo'yganmiz. Bulardan assortimentda bor. Xo'p, podnoshkalar. Birinchi chasti, ikkinchi chasti hamda uchinchi chastlardan olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa Xo'sh Samasvalda kuzovga zapchastlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Dastavka xizmatini O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Keyingi kuzov zapchast qaysi texnika haqida bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar.